Hop, yuzni ko'rdik aka. Xudo xolasa, yuz yaxshi ekan. Sotuvlari ham yaxshi. Xudo xolasa, pulini nech pul qo'yamiz aka? Endi qancha qimmat bo'lsa, shuncha yaxshi aka hozir. Qarang, endi narx mana bunaqa narsa-da, srochniy bo'lgani bilan narxi chiqarishda baribir katta gap o'zi. Mani baholashim bo'yicha 50 mingdan 55 minggacha ketadi joyingiz. Xudo xolasa inshaalloh o'zingiz sotib yuborasiz 50 dan 55 minggacha bemalol o'zingiz barakasini qilaverasiz, klientlar bilan o'zingiz savdolashasiz. Bizda bilasiz, bizda komanda, agar bilmagan bo'lsangiz, yana aytaman, bizda komanda bo'lib ishlaymiz. Xudo xolasa baribir kechqurun syomka qila olmaymiz. Agar sizga ma'qul kelgan bo'lsa, ertaga kunduzi kelamizda, chiroyli video syomka qilib e'longa chiqaramiz, odamlarga ko'rsatamiz, chiroyli qilib obzor qilib beramiz. Xudo xolasa o'shanga javobini aytsangiz, o'shanga qarab ish qilamiz. Bo'ldi aka, men bitta o'ylab ko'ray. Sizga o'zim aloqaga chiqaman. Bo'ldi aka. Rahmat, Sog' bo'ling, aka. charchamang. Xo'p, Salomat xo'p, bo'ling. sog' bo'ling. Kecha mahalladagilar mahallani makleri bor deyishyotdi. Shu odamning nomerini berishdi. Shu odamga ham bir qilib ko'raychi. Alo. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Bo'ldi, aka, bir soatlarda siz bilan ko'rishamiz unda. Xo'p, rahmat.